kelin qiz emas, qul. Aytilmaydigan qoida. Yo, aytiladi. Ochiqdan ochiq aytilar ekan. Men nechtasini guvoh bo'ldim. Ya'ni qulsiz deyilmaydi-da. Ha. Qog'ozga o'rab. Xizmatimiz. Xizmatchimiz deylik. Shunaqa ekan. O'sha xizmatchi charchab ozgincha dam olmoqchi bo'lsa yana gap eshitar ekanda. Siz o'zi dangasasiz, siz usiz, siz busiz. Haligi xizmatchi 24 soat sizni xizmatingizni qilib tursa ham, bitta joyda ishingiz qolib ketganmiz yana gap eshitar ekanda bechora. Xizmatchi. Xayoldan ko'tarilgan bo'lishi mumkin emasmi? Odam u ham, to'g'rimi? U ham biron farzand deydi-yu. Haligi to'ydan oldin qop-qop va'dalar bor edi, baxtli qilaman, ko'ngliga qarayman, boshimda ko'taraman, to'g'rimi? Ular to'ydan keyin birontasi amalga oshmaydi va kasal bo'lib qolgandan keyin nima deydi? Bor ota-onangga bor davolanib kel deydi-yu. Nimaga desa aytadiki, sani bizga xizmating kerak, men bu joyda hozir pulimiz yo'q edi-da, davolatishga deydi. Bor ota-onangga davolanib kelgin deydi. Farzandlarchi edi, farzandlardan olib ket, shu buvizni ko'rib keladi. Tangan ikkinchi tomondan ham javob berib ketaman-da. Erdan ayolga nisbatan hurmat va muhabbat yo'q. Dilegalchik olingan deyishadi-yu. Qo'polroq qilib tushuntiryapman-da. Dilegalchik uylanib qo'yganlar xo'jayin. O'shaning uchun ham. Gapsiz bo'lmasligi uchun. Ha, erkakning ayolga nisbatan muhabbati bo'lgan dedi. Ozgincha tomoq og'rib qolganda o'zi yugurib borib bo'lsa ham mashinasi bo'lmasa, dori olib kelib lechini qilgan bo'ladi. Yaxshi erkak sevsa, hurmat qiladi va himoya qiladi. Albatta. Sevmasa eng kamida zulm qilmaydi deydi.